Endilikni Real Madriddagi kelajagi nima bo'ladi? Keling, hozirda shu haqida gaplashamiz. Avvalambor, agarda siz ham Real muxlisi bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bilasiz, o'tgan mavsum o'yinchi ko'p maydonga tushmayotganligidan norozi bo'lib, oxiri ijaraga ketgan edi va Olimpik Lyonda o'zini shunchalik yaxshi ko'rsatdiki, undan keyin darhol ko'plab jamoalar uni yokida yana bir marta ijaraga olishga yokida darhol sotib olishga tayyorligini namoyish etishni boshlashdi. Misol uchun, Roma, Manchester United hamda Aston Villa. Ammo jamoani bosh murabbiyi Jose Mourinho bo'lganidan keyin u darhol rahbariyatga braziliyalik o'yinchi menga kerak va uni hech qayerga qo'yib yubormaymiz deb aytgani uchun Real Madrid kamida bu yoz o'yinchini hech qayerga berish niyati yo'q. Endi to'g'ri tushunganingizdek, agarda mavsum davomida o'yinchi maydonga tushadigan bo'lsa-da, o'zini yaxshi ko'rsatadigan bo'lsa-da, u qishda ham hech qayerga ketmasdan sekin va sekin asosiy tarkibga tushishni boshlaydi va bu degani kamida bitta o'yinchi jamoani aniq tark etishi kerak. Xo'sh, sizningcha bu kim bo'lishi kerak? Menimcha asosiy nomzodlar bu Rodrigo yoki Brahim Diaz. Albatta, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib keting.